Qadrdonlar, qurilish oldi geodezist nima uchun kerakligini hozir men qisqa qilib tushuntirishga harakat qilaman. Tasavvur qiling, masalan, 15 gektarlik yeringiz bor. Burchaklari, uzunliklari hech qaysi aniq emas, aniq bilmaysiz. Masalan, mana shu necha gradusda yotganini bilmaysiz. O'shaning uchun loyiha qilishdan oldin birinchi to'liq tapasyomka qilinadi. Tapasyomkada yer relyefi, burchaklaringiz, territoriyangizni to'liq aniqlik darajasi kelib chiqadi, aniqlik bo'lib chiqadi. O'shandan keyin loyihachi game plan bilan ishlaydi. Mana xuddi shunaqa masalan game planini yaratadi. Mana 3 ta blok, o'rtada detskiy plashatka, parkovka, hamma narsani quradi. Endi o'shani xuddi game planda ko'zda tutilgan jarayonda amalga oshirish uchun geodezist kerak bo'ladi. Bu hech kim hali geodezistdan tashqari hech kim prorab, brigada, nachalnik uchastkalar 1 sm, yarim sm aniqlikda bunaqa game planni o'z o'rnida joylashtirib bera olmaydi.